Kindiga ozgina so'lamoqda oyisi. Обязательно xlorofilli spirtdagi eritmasi yoki peroksidoroklar Qilamiz. Qilasiz. Kuniga 2 marta. Yaxshi. 2 marta. Hozir ozgina borda baribir. Давайте. Aha. Birinchi homiladorlik, birinchi farzand. Homiladorlik qanaqa o'tdi? Yaxshi, faqat Ugroza saqlangan yotishlar bo'lmadimi? yo'q, ugroza bo'lmadi, faqat kislorod, Kislorod yetishmovchiligi, qoningiz quyuqligi. Aha. Shu uchun davolandik bo'ldi. Yotdingiz patologiyada? Yo'q, yotmadim. Yotmadingiz. Uyda lichingiz. Uyda. Bola srogida tug'ildimi? 38 hafta. Yaxshi. Bola srogida tug'ildi, tug'ilishidan yig'ladi. Ko'krakka Tug'ilgandan qachon yig'ladi. qo'yishdi? Ko'krakka birdan o'sha tug'ilgandan keyin yig'ladi. O'zingiz tug'dingiz? O'zim Aha. tug'dim. Demak, vызывающийlar qilmadi. Yo'q, Роддомdan necha kunda chiqdingiz oyisi? 3 kunda. 3 kunda. Kindiga qachon tushdi? Kindiga 10 kunda tushdi. 10 kunda tushdi. Sarg'aymadimi bola kindiga tushgandan keyin? Sarg'aydi. Sarg'aydi. Yo'qchi, dangasa. Toy. Uyda qo'yib turibsizlar, mana 5-6 sekundga qo'yasizlar. Gavdasini shundoq to'g'rilab oladi. Orqaga tashlab, Ozgina sariqligilar bor. Haliyammi? Ozgina yuzida qolgan. Hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi. Ko'proq emzasi bolani, xo'p? Mana ko'ryapsiz, sariq. Mana. Demak, hozir qanchalik bo'ldinglar oyisi? Ikkita 7-da 1 oylik bo'ladi. 1 oylik bo'lasizlar. 24 kunlik ekanda. 8 bo'lsa 35 yaxshi. Cho'chib ketishlar, birdaniga baqirib uyg'onib turishlar uyqusida. O'sha turgandan keyin yig'lab uyg'onadi. Bor, yig'lab uyg'onadi, kuchanish bor. Yig'lagan payt og'zini atrofi Ko'karib titraydi. Lablar titraydi, orqaga tashlab yig'laydi. Uyqu qanaqa uyqu? Uyqusini topguncha, qotguncha ancha vaqt kerak bo'ladi. Necha kilo tug'ilgansizlar? Necha kilo tug'ilgansizlar? 3 kilo. Yo'q, yaxshi. Hozir bir xonaga olib kirsangiz, men sizga bitta kontrolni zveshivание qilib beraman. Ko'ramiz vesni. Bolani o'sishi juda ham yaxshi. Harakati yomon emas. Gipoksiyani belgilari bor. Gipoksiyani hozir lecheniya qilamiz. Hammasi normal.